Yoki biz shukr qilishni o'rganmasak, minnatdor bo'lishni o'rganmasak, oddiy narsalar uchun, oddiy narsa, oddiy ko'zingizni ochib, shunchaki quyoshni ko'rish, mana shu narsa sizga zavq bermasa agar, qolgan hammasi bekor. Yaqinda Ra'no Shodiyeva bilan gaplashdim. Ra'no opani bilasiz, yaqinda saratondan tuzaldilar va o'shanda o'tirib gapirib beryaptilar. Qanaqa qiyin bo'lgani, aytgancha klip chiqdi. Ravshan Sobirovni ko'ringlar. Aynan mana shu hayotlari haqida suhbat bo'ldida, kimni qanaqa orzusi bor. Bir qizimiz aytayaptiki, meni orzuyim deyapti koinotga uchish. Ama aytayapmanki, da bilasiz, meni ham shunaqa orzuyim bor, men ham lunaga chiqmoqchiman dedim, oyga. Orzu, bu ham kimningdir orzusi. Men aytayapman, yo men 70 yoshga to'lganimda men bilaman, что bizda rivojlanish juda kuchli bo'ladi. Xudo xohlasa balki shu kunlar ham kelar. Ra'no Shodiyeva shu yerda zo'r gap aytdilar. Meni orzuyim bilasizlarmi nima? Men har kuni ertalab ko'zimni ochganimda deyaptilar, spalnyamda oyna bor va o'sha oyna oldida tut daraxti o'sadi. Men shu tut daraxtini qish, yoz, bahor, kuzda ko'rishni istayman. Mening orzuyim shu dedilar. Men ana shu narsani orzu qilib yashaydigan bo'libman. Ya'ni bu odam shu darajada yerga tushganki, bugungi kunda u uchun har ertalab uyg'onganida shu daraxtni ko'rish, xoh qishda, xoh kuzda, xoh yozda, xoh bahorda ana shu unga zavq beryapti. Mana ichki zavq nimadan iborat, qizlar? Biz ko'p paytda orzu deymizda, katta masshtabdagi narsani qo'yamiz, unga harakat qilib yuguramiz va hayotimiz o'tib ketayotganini unutib qo'yamiz. Hamma gap shundaki, orzuni bir ajoyib xususiyati bor. U amalga oshadi qachonki inson shukronalikda yashasa.